Qizning otasiga 3 xonali uy sovg'a qilindi. Gap shundaki, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida xizmat qilayotgan Odiljon Abdullayev oilasida aprel oyida 4 nafar egizak chaqaloq dunyoga kelgan edi. Ushbu quvonchli voqea munosabati bilan esa Ichki ishlar vazirligi tomonidan baxtiyor oilaga zamonaviy 3 xonali uy kaliti topshirildi. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, oilada avvaldan 2 yoshli qizaloq ham tarbiyalanayotgan edi. Endilikda ular 5 nafar farzandning ota-onasiga aylandi. Egizaklarning 2 nafari o'g'il, 2 nafari qiz bo'lib, ularning vazni 1 kg 412 gramdan 1 kg 780 gramgacha ekani aytilmoqda. Hozirda chaqaloqlar shifokorlar nazorati ostida parvarish qilinmoqda. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha bu oilaga yana qanday yordam berilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar Motor kanalida kuzatib boring.